qanday qilib Google Maps'dan rasmlarni yuklab olsa bo'ladi. Bu videoni olish nimaga xayol kelib qoldi? O'zim shu rasmni yoqib qolgani uchun ko'chira olmoqchi edim. Prosta tak oddiy ko'chirish bo'lmadi. Sal aqlni ishlatish kerak ekan. Misol uchun mana bu birinchi o'rinda buni ko'rib bo'lmaydi. Linkiga o'tadigan bo'lsangiz, aynan o'sha rasmni o'zini ochib qo'yadi. Xo'p, qanday qilsa bo'ladi? Va bu joyda ham inspect kod qilib, hop, elementini tanlasak, canvasda qilingan umumiy tanlanadi. Va bu joydan uni o'zini rasmini URLini topib bo'lmaydi. Shunaqa vaziyatda qanday qilsa bo'ladi? Xo'p, men balkim xato noto'g'ri yo'l qilgandirman, balkim boshqa. Men qanday qilib yuklab oldim? Primer kelinglar. Mana bu rasmni yuklab olamiz. Bosaman. Menda qanday fikr keldi? Birinchi o'rinda share'ni bosdim. Share'ni bossam, bu yoqda copyright linki chiqadi. Lekin u link orqali ham yana shu rasmni o'ziga kirib qolaman. Ya'ni aynan o'sha rasmni baribir o'sha joyga kirib qolaman. Nima qildim? Men aynan mana bu rasmga diqqatimni qaratdim. Mana. Bu rasmda esa linki bor. Va bu rasmga kiramiz. Mana o'sha rasm. Lekin bu juda xira. Buni qanday tiniqlashtiramiz? Buning uchun oxirdagi linkda mana hate 270 bor. Shuni 270 ta o'rniga 1600 qilamiz. Endi bunisini weight bor, ya'ni qalinligi. Buni ham 1600 qilamiz. Mana o'sha siz xohlagan rasm. Mana. Adashmasam kачествоsi ham bir xilda. Eng oxirgi kачество. Va buni bemalol yuklab olsangiz bo'ladi. Bosaman. Tak. Bo'l, o'zi rasm yuklanadi. Mana. Hop, shunaqa qilib rasmlarni yuklab olsangiz bo'ladi.